Beijing qishliq olimpik tənhərəkət müsabiqəsini ötküzüşkə tayyorluq qılıyotgan Xitoyning bu davlatga chet ellik jurnalistlarning Sharqi Turkiston haqidagi xabarlarning 90%ni e'lon qilishiga to'sqinlik qilganligi oshkorlandi. Xitoy chet el muxbirlari klubi e'lon qilgan yillik xizmat sharoiti doklatiga qaraganda, Xitoydagi chet ellik jurnalistlar bu davlatdagi axborot erkinligining tez suratda tuvanlayotganligi uchun misli ko'rilmagan to'saqqa duch kelgan. Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq doimiy vakili Linda Thomasning aytishicha, ular Rossiyaning 2-oyning 5-ida Belorussiya Ukraina chegarasidagi harbiy kuchini 30 mingdan ortiq askarga kengaytirishni planlaganligiga oid faktlarni ko'rsatgan. Rossiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Benezia bo'lsa, Rossiyaning Ukrainaga qarshi harbiy plani borligini isbotlaydigan fakt yo'qligini o'ttirib qo'ydi. Hindistonda hukumatning 2017-yili Isroiliyadan Pegasus jasuslik yumshoq detali setib olganligi to'g'risidagi ayblashlar talash-tortish qo'zg'adi. Amerika New York vaqti gazetining 28-yanvar juma kunidagi xabariga qaraganda, bosh ministr Narendra Modi hukumati 2017-yili mudofaa kelishimining bir qismi sifatida Isroiliya tor bexatarlik shirkati NSO ishlab chiqargan jasuslik detali Pegasusni setib olgan. Bu uchur oshkorlangandan keyin zo'r talash-tortish paydo qildi. Egilenishicha, Yaponiyaning g'arbidagi Ishikawa o'lkasida bir F-15 kurashchi aeroplani bilan bo'lgan aloqa uzilib qolgan. Yaponiya NHK to'rining davlat mudofaa ministrligining amaldorini asos qilgan xabariga qaraganda, F-15 uchgandan keyin radardan g'oyib bo'lgan. Mo'ljallanishcha 2 odam bor bo'lgan aeroplan tushib ketgan bo'lishi mumkin ekan. Fransiyaning Bamako'da turishliq bosh elchisi Joel Miyerdan 72 soat ichida Malidan ayrilishi talab qilindi. Yerlik taratqularning xabariga qaraganda, Joel Miyer Fransiya amaldorining Malidagi o'tkinchi hukumat to'g'risidagi so'zidan keyin Tashqi ishlar ministrligiga chaqirtilgan. Qozog'istonning g'arbidagi o'zin neftlikida taxminan 40 million tonna zapasi bor yangi neftlikning bayqalganligi e'lon qilindi. Davlatlik neft va tabiiy gaz shirkatining bayonotida o'zin neftlikida 2017-yildan boshlab qo'shimcha burg'ilish xizmatining ilib berilganligi uqtirildi. İstanbulda dünya musulmonlarining Uyg'ur kirisiga oid inkaslari haqida dugilik ustal yig'ini ochildi. Bu yig'ini Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisi, Uyg'ur akademiyasi, Sharqi Turkiston o'limalar jamiyati qatorliq tashkilotlar birlikda uyushtirgan bo'lib, bu yig'inga Turkiya, Amerika, Angliya, Germaniya, Fransiya, Malayziya, Indoneziya qatorliq davlatlardagi musulmon ijtimoiy tashkilotlarining vakillari, diniy olimlar, tadqiqotchilar, yozuvchilar, muxbirlar bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashdi.